ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Assalamu alaikum. Sorundaki aziz hürmetli qarindoshlar. Allah subhanahu wa ta'alaning güzel salimi. Bu sorunga iymanish uchun kelgan barliq ayol, cho'ng kichik qarindoshlarimizga bo'lsin. Bugun sizlarga sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan bizningki temamiz avlodlarni, ya'ni farzandlarimizni qanday usul tarbiyalaymiz? Bizning farzandlarimiz oldida qanday mas'uliyatlarimiz bor? Mana shuni qisqacha tushuntirib o'tmoqchi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال صلى الله عليه وسلم وإن لولدك حقا عليك. Endi bu oyatda Alloh subhanahu va taolo bizga bizning mas'uliyatimiz, majburiyatimizni tunutib, ey Xudoning birlik borligiga ishongan mu'minlar, tavhidini ruslab bo'lgandan keyin Alloh subhanahu va taoloninki birlik borligiga ishonib bo'lgandan keyin o'zininki mas'uliyatini tunish uchun Allah subhanahu wa ta'alaning qu anfusakum va ahlikum nara, ya'ni o'zingni va ahlingni do'zaxning o'tidan saqlanglar, qo'g'danglar. Allah subhanahu wa ta'alaninki bu qu degan buyrug'i bizga ulamolarning birdek ittifoq bilan bu vojib, ya'ni farz. Buni biz Allah subhanahu wa ta'alaninki mushu qu anfusakum, anfus o'zingni va ahlingni do'zax o'tidan saqlanglar, do'zax o'tidancha bularni qo'g'dab o'tqa tushib ketishninki oldini olinglar degan bu buyruqni ijro qilish uchun biz nimalarni qilishimiz kerak? Bu yerda Alloh subhanahu va taolo bizga anfusakum, o'zingni deb aytadi. Olimlar anfusakum degandan bunda avlodlarmicho, bolalarmi shunga kiradi. Qu anfusakum ahlikum nara. Waquduha an-nas wal hijara. O do'zaxninki yaqilg'usi insonlar va toshlardan bo'lgan. Mush do'zaxni saqlanadi. Yana bir oyatda Alloh subhanahu va taolo sizlar Allohning va Allohning elchisininki omonatlariga va sizlar uchun o'zaro bir-biriga qo'ygan omonatlarga xiyonat qilmang dedi. Bola bizningki Alloh subhanahu va taolo bizga bergan ilohiy sovg'imiz. Bizning kelguslikcha sug'urtimiz. Bola biz uchun bizning jannatga kirish yoki do'zaxga kirishimizga sabab bo'lgan birdan-bircha bizning izbosarlarimiz. Biz Alloh subhanahu va taoloninki birlik borligiga ishonib bo'lgandan keyin o'zimizning mas'uliyatlarimizning ichida bu bola tarbiyalashdan iborat bo'lgan cho'ng mas'uliyatni o'z ustimizga oldik. Bu mas'uliyatlarningki og'irligini biz his qilishimiz intayin muhim. Biz vatanlik vaqtda bolalarni erkin holatda tarbiyalash, bular uchun adab axloq o'rgatish sharoitiga ega bo'lolmadik. Bu yerga chiqqandan keyin biz bolalarimizni tarbiyalaymiz desak, sharoit bor. Ustozlar bor, maktablar bor. Bolalarni maktablar tashlab qo'yish yoki jamiyatga tashlab qo'yish bu bolalarni yetarli tarbiyalagan bo'ladigan bir asos emas. Bolalarni tarbiyalash uchun oila, jamiyat, maktab birdek holatda bo'lishi. Eng muhimi bolalar uchun biz mas'ul bo'lishimiz intayin muhim. Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallam hadis degandek, bolaning selam ustimizcha haqqi bor dedi. Qanday haqqi bor desa, bolalar biz
yana avval balani baliq keltirishdan burun nima qilishimiz? Balaning onasini yaxshi tanishimiz intayin zarur. Balaning onasi yaxshi tanilishi kerak. Balaning onasi demak balani yaxshi tarbiyalamoqchi bo'lsa, balaning dadasini yaxshi tanlash kerak. İkisi bir-birini yaxshi tanlagan vaqtda bala yaxshi tarbiyalanadi. Bu hadis Rasululloh bilan isbotlangan. Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallamningki shu ayollar va erlar, ya'ni o'g'il qizlarningki to'y qilish uchun qanday shartlarni, qanday bir talablarni qo'yish to'g'risida Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallam hadisda aniqlam tunkahul mar'atu li arba'in li maliha va li jamaliha va li hasabiha va li diniha fazbur bi zatiddin. Buningda jamiyatda ayollar bilan to'y qilish, qizlar bilan to'y qilish shunday to'rt xil ish bilan asos qilinib turib to'y qilindi. Buningki birinchisi buning iqtisodida. Iqtisodida. Yoki uning go'zalligida va yoki uningki nom obro'yi ijtimoiy o'rnida. Oxirida fazbur bi zatiddin. Yine dindarni tanlagan, dindarda g'alaba qilganda Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallam bizga alohida ko'rsatilmadi. Demak, endi qiz tanlashda, qiz olishda biz eng muhimi dini, e'tiqodi, axloqi buni qattiq surishti qilishimiz, balamiz yaxshi bo'lsin deydiganmiz, cho'qimcho balaning onasini yaxshi tanlashimiz. Ana tanlab bo'lgan bo'lib qolsa desa, buningga yaxshi o'quv-o'qitish sharoit hozirlab turishimiz, da'vatlarga olib kelishimiz, da'vatlarga avatishimiz, ularni nihoyat yaxshi tarbiyalar bilan tarbiyalashimiz, ularga qo'pollik qilmasligimiz, bola qanday muomala qilsak, biz onaga shunday muomala qilishimiz. Balani yaxshi bo'lsin desak, onaga yaxshi muomalada bo'lishimiz bu intayin muhim. Bola bir radarga o'xshaydi. Radar degan nima desa, radar hamma narsani ko'rib olganga o'xshash. Bala şu ata-onasininki hamma ishini do'raydi. Albatta bu o'yladimi shu ishlarcha hammamizning oldida yuz berdi, kulgulik ishlarni qiladi bolalar. Demak, bolalarga nazariya jihatda bolalarni tarbiyalagandan sirt amaliyotimiz orqali bolalarga nurg'un narsani biz o'rgatishimiz intayin zarur. Endi o'g'ilni tanlashda desa, qizlarimiz bo'lib qolsa, o'g'ilni tanlashda yaxshi farzand bo'lsin, nevram yaxshi bo'lsin, yoki balam yaxshi bo'lsin deb qolsa, qizlar o'g'ilni tanlashda desa, hadisda Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallam "Iza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Hadisda Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallam desa, sizlarga yoki yana bir rivoyatda "Iza khatiba ilaykum" deb bor. Sizlarga bu loyiq bo'lib kelganlar kelib qolsa, buni tanlaydigan shart nima desa, buningdagi shart ashunki dini, e'tiqodi, diyonati, ya'ni axloqi edi. Axloqni qo'shib qo'yishi, axloq diyonatning ichida bo'lsin-u, lekin alohida ta'kidlab, ba'zi kishilarning diyonati nihoyat kuchli, diyonatim yaxshi, namozni joyida o'qiydigan, besh farz yaxshi ado qiladigan, lekin ma'lum mijoz xarakter nihoyat asabiy, nihoyat shu beqanday keladi bu. Hatpat lakin ish pishsa, xotinni urib qo'ydigan, qonqalsiz aylanib qo'ydigan ish bo'lib qoladi endi. Mana mijoz o'zgarishi bek tez. Buni bir surish qilish to'g'ri keladi. Mushuna kelib qolsa, fazavvijuhu. Buncha yotib qolinglar. Agar unda qilmasanglar, yer sharida, ya'ni shu zaminda fasodchilik yuz berdi degan payg'ambarimiz. Shuningcha biz endi tanlash obyektimiz biz vatandagi vaqtida ya plusvani, ya huquqvani, ya boshqa tanlaydigan ishlar ashunda bir bo'lib qolgan ahvolimi yo'q emas. Shunga e'tiqodni tanlasak, dinni tanlasak, hamma ichcho, u mol dunyo degancho, iyakunu fuqara yughnihimulloh min fadli vallohu wasi'un alim. Ular namrat bo'lib qolsa, Alloh taolo o'z fazlidan bayqiladi. Acaba o aroq ichsa, az ishni qilsa, Xudoyim ko'ngil hisob beradi deb pul so'qib qolsa, astalan ko'ngil hisob beradi, Xudoyim bu buni hidoyat qiladi deb deyamiz. Iqtisod umr so'rsa Xudoyim menga iqtisod beradi deb buning uchun deyamiz. Bunda o'lcham qo'llansa bo'lmaydi. Demak, biz bal tarbiyalashda avvalcha bolaning onasini, bolaning dadasini yaxshi tarbiyalasak bo'ladi. Undan keyin bola inshaalloh ota-onaning tirishchilik bilan yaxshi holatda o'sib cho'ng bo'ladi. Son Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ne desa,
ve inne li veledike aleyke hakkan dedi. Balanın sende hakkı var dedi. Qanday haqlar bu? Balani yaxshi o'qitishimiz. Eng muhimi o'sha anasini tanlab bergandan keyin, tuqqandan keyin bunga yaxshi ism qo'yishimiz, yaxshi maktablarda madrasa o'qitishimiz, bularni yaxshi holatda tarbiyalashga asos yaratishimiz intayin muhim. Shunga Umar radhiyallohu anhu davrida bir dada o'zining o'g'lidan qaqshab kelgan. Bu bola menga hurmatsizlik qildi, menga oqi bo'lib ketdi Umar. Buni men qattiq kechirolmadim deb kelganda Umar radhiyallohu anhu deganki, balam nima sababdan shunday qildi degandan keyin men uni uqmadim deb bu kishi Umar radhiyallohu anhuga shikoyat qilgan. Umar radhiyallohu anhu bolasini chaqirtib, sen nima dadamga shunday muomala qilsan degandan keyin Umar radhiyallohu anhu chaqirtgandan keyin bolaning ota-onasida haqqi yo'qmi degan. Albatta haqqi bor. Qanday haqqi bor degandan keyin Umar radhiyallohu anhu degan, birinchi onasini yaxshi tanlash kerak. İkincisi, ona yaxshi ism qo'yish kerak. Undan keyin bunga Qur'onni o'rgatish kerak, adab, axloq o'rgatish kerak. Bir so'z degandan keyin, bola deganki, dadam maishning birasini man qilmadi. Menga tanlab bergan ona bir zimmi, bir qaratilli xotinni tanlab buni xotin qilib olgan, men shuni tug'dim. Undan keyin men qo'ygan ism Xanpasa. Tarjima qilsak qandaylig'i? Qora be rangli qo'ng'iz degandek bir ism onda. Bunda qo'ng'izga ismni qo'yibdi. Andan keyin meni o'qitmadi. Men shunday o'qib qoldi. Degandan keyin Umar radhiyallohu anhu menga rasmo degan ras degandan keyin, balang seni qaqshatmabdi, sen balangni qaqshatibsan. Bu balang sen mas'uliyatni ado qilmay turib, mas'uliyatni ado qilmagan kishiningki huquqini talab qilish, huquqi uning haqqi bo'lmaydi degan. Shunga balaga shunda burundan tatib biz mazaq selib, diqqat qilib, balang onasini, balang dadasini yaxshi tanlab bo'lgandan keyin bola tushsa, hattoki bola qo'saqdagi vaqtini tatibmi, uning uzuqligi, uning tekshirilish ishlari hammaga diqqat qilib turib bolani tarbiyalash bu muhim deb qaraydi olimlar. Shunga Abu Asadi Duali degan bir nahvshunos tabiin bor. Bu kishi o'zining bolalarga nayta yaxshi tarbiya qilib turib deganki, "Bolalarim, men sizlarga kichik vaqtimdami, cho'ng vaqtimdami, sizlar to'g'ridan burun yaxshilik qildim" degan. Degandan keyin bolalarim kichikimizga yaxshilik qildingiz, cho'ng bo'lganda yaxshilik qildingiz, buni bilamiz. Lekin tug'ilishdan burun bizga qanday yaxshilik qila olasizlar degan. Degandan keyin daris deganki, "Onamni yaxshi tanlab berdim" degan. Onamni yaxshi tanlab berdim degan. Endi bizda shu go'zallikka sahib jamal hilisini o'tanmay va yoki mal dunyo qilayotgan bo'lgan daraxtni yo'l olish maqsadida va yoki boshqa maqsadlarda axloqi va e'tiqodi va qizlarni tashlab qo'ydigan, yo o'g'illarni tashlab qo'ydigan, qizlar qiz bo'lgan bir ba'zi vaqt ahmoq keladi, aponi toza etib, yolg'on gapni qilib pas aningayda mangdan e'tiqod qilib, unga yaqin kelmay mana bir axloqim bilan turay deb tug'an kishiga nisbatan bu bir lo'lash o'xshaydi. Quloq deyimdan asfalt o'ch chiqarmaydigan ma'noda tegmaydigan ish bo'lib qoladi. Shu ota-onalar diqqat qilish kerak. Ota-ona ching boshqarish kerak. Mana amaliy masala bu. Biz bola tarbiyalashda ketkizib qo'ysak bo'lmaydi. Biz o'zimizning umidini bolalarga bog'layapmiz. Ham umidini bog'lashda hatto ism qo'shni tartib bog'lab keldik. Bolalarimizning ismi bir vaqtda Arafat bo'lib ketdi, bir vaqtda Saddam bo'lib ketdi. Undan keyin Mujohid bo'lib ketdi. Şu bola ismi loyiq bola bo'lmamdi, buning uchun madrasa saqildi. Ana biz xalqimizni e'timoqchi emas, uning uchun biz bor. Xalqimiz, tijoratchi kishilarimiz necha 10 million pulning egisi, do'kon ochib saldigan ishlarga boshqadan yollasin, bulqa ishqa bolasini kirib yollab, bolasini o'qitmay, bolasini bakadimga adam ishlatsa, men pul ketadigan-deb bolasini tarbiyasiz qo'yganlar bekchiq. Bir adam bilimsiz qalsa, jaholat qilib qalsa, ya da'vat anglamasa, ya haqni tushunmasa, o dushmani uning qildigan zulmdan ig'roq zulmni yiqib soladi. Shunga biz bolalarimizni tarbiyalash uchun asal qaramasligimiz, bolalarimizni yaxshi tarbiyalashimiz zarur. Shu payg'ambar alayhisalom nima dedisa, kullu mawludun yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Har qanday bir buvoq, har qanday bir tug'ilg'uchi bola
İslamni qabul qilish tabiati xarakteriga oq qog'ozdek tug'iladi. Buning ota-onasi buni ya Yahudi qiladi, ya Xristian qiladi va yoki buni o'tparast, butparast, kommunist inson qalbidan chiqqan hayvonlarning idisini bu balaga singdirib qo'ydi. Shuningdek bu bala masjidga do'pis chiqib qolsa, shak qisib ketib pul urib achib turadigan, ota-onasi hurmat qilmaydigan, hech kunda uchun o'zininki huzur halovat uchun ota-onasini ayda shirib yeydigan, aqlancha o'zining o'ylaydigan shaxsiyat cho'p chiqadi. Shuningdek biz bolalarimizni qanday maktabga boramiz, kimga boramiz, qaysi ustoz boramiz, buni o'ylab bakishimiz kerak. Shu Ibn Sina'ning bir so'zi bor. Al-ilmu dinukum fanzura man ta'khuz dinakum. Bu bilim degan sizning diningizga e'tiqodingiz shu. Bu bilimni kimdan olsa obdan qarab taqing, tekshiring degan bu. Har bir xato aytadi kishilar abirib o'qidi bolam deb. Ya ma'lum o'rinlar tashlab qo'yib, o'qidimi, o'qimadimi? Ba'zan qarindoshlarimiz yig'lab so'rab turib, 2 yil bo'ldi bolani ba'zan taqbiy ish bor yalanmabdi. So'zim bak o'qid dedi, u dedi, bu dedi degan ishlarning bo'lgan. Mas'uliyetsizlik hisob bo'lmaydi. Bolalarni jamiyatga ishtirib etmaydi, jamiyat tashlab etmaydi. Oilamizni kinoxonaga, telefon o'yinchoq qo'yayotgan narsaga aylantirib qo'ymay, kitobxonaga, masjidga aylantira olsak, undan keyin biz bolalarimiz yaxshi odam bo'ladi. Biz yaxshi kechikmidik. Eng kichik başlagan kishimi kichikka hisoblanmaydi. Shuningdek biz kallamizga sirgitishimiz mendan boshlab bu bek muhim. Ma kelgusida bizning umidlarimiz, kelgusida bizning egilarimiz, kelgusida bizning sug'urtlarimiz bu. Şu bilim elish farz ayn. O'g'ilga, qizga. Şu Payg'ambar alayhisalom talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bu sahihdir. Har qanday musulmonning cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, bilim elish, o'rganish, bilim so'rab kelish bunun başlatib qilolmaydigan majburiyatdir. Bu farz ayn. Shuna biz bilimga sal qarasak bo'lmaydi. Bir nuqtaga diqqat qiling. Odamlar o'zining bolalarini, o'zining pushtini boshqalarning tarbiyasiga tashlab qo'ydi. Hayvon qilmaydi mana shuni. Mana nuqtaga diqqat qiling. Shir bolasini tulkiga bermay tarbiyalab qo'ydi. Bo'ra o'zining bolasini qilib bermaydi. O'zining bolasini o'zi tarbiyalaydi. Demek özümüz en asaslı halka, en asaslı muhim amel öyle. Balımız okuyuna, tapşırıp işine tapşırıp özümüz telefon alıp otursak, balı çöldüse, telefon oynaydıgan bir çıkalım. Okusama, Kur'an'ın tertip tutumu, 10 tutumu, sen 5 yaş, 4 yaş balıcı Kur'an'ı okuyduğun buludu. Balımız için bedel töleyle. Balımız için özümüzün bağlılığını bekleyle. İktisadımız ne? Balımız için sarıp kılle, meblağ salle, aile okutucu teklif kıpırle. Arapça bilgen son, Kur'an'ın tili. Okumuş bulmaydı bunu. İngiliz bilgen son, Türk bilgen son. Mişari kuşut yürüvatkan, bir Türk'ün ballağı ba, sergadan bu ketken. Bulan ataları acayip yaşadığını. Ama olmadı o bulaydı, lekin bulunca terbiyene, 10-12 yaş vaktida, 10-12 burun vaktida salqarab. Sizin uyaga buyaga bağınızda sünnet işini kılınızın, balınızın terbiyeliginiz öyle oldurup, yanınızını ağırmaya kılınız, mağaço, perez eğin işini kılan bulun. Bir işiniz bulun bu. Biz şuna balalarımızga, evlatlarımızga yüz kilo alışımız gerek. Balalarımız bizim nefretlenip kalmaslık gerek. Hiç kadar bahanemiz yok bizimki. Bizde bahane değil. Bal edilen olmasa kulağını kütesini buldu. Hiç kadar bahane yok. Haksız okutup koyduğunga, haksız ögütüp koyduğunga, haksız davet kıldıkanga, şunca tırışvadı ustazlar, şunca tırışvadı sahavet kişiler. Lekin halkımız bir kısımlar hem de. Allah rahim kılgan, Allah kavmi insaf belgeldiğinden başkırıcı. O diye ondak, bu diye mandak da bu soruları çok kemavatıdır. Bilim soruları nait adam az. Kitap okuş, dini cihati kitabını. Mesela Kur'an okuş, bu bizim özümüzün vazifemiz boz buldu. Vazife kutup okusak buldu. Her bir kitap bir üniversitenin onda. Vallahi şimdi halatçı bir adet eğitim desek buldu. Özümüz kılsak vallahi bunun dekin kıldı. Bamız vallahi onu kılmaydı. Şu an insan ilep ketkendiğin kin o insanga yaxşılık edip dursun dese özünün balasını yaxşı terbiyesi oldu. Peygamber Aleyhisselam ne dedi? İza matel insan yani iza mate ibn Adem inqata anhu ameluhu illa min salas sadakatin cariyetin av ilmi yuntefa'u bih av veledin salihin yed'ulah. Bu sahihdir. Bir insan vafat olup gitip kalsa, ölse bunun için bağırlık dünya olan alakası üzülür. Bütün iş toktaydı. Kiperlikten yem çıkıyor.
yaxshi ko'rgan mol dunyolarimizni, mashinalarimizni, pullarimizni aytolmaymiz. O mirosxo'rlik qiladi, xolis yaxshilik qiladi, xolischa buni bilan buzuqchilik, askilik qiladi. Bola yaxshi tarbiylansa, yaxshilik qiladi uni. Bo'lmasa mayli bir mushlatlar ham yo'q bo'lib ketib, kuchaytirib yashaydi jamiyatda. Bu inson vafot bo'lgandan keyin nima bo'ldi desa, bunga 3 xil ish vafot bo'lgandan keyin yetib turdi. Sadaqa jariya. Davomli uyushtirilgan sadaqa. Bu sadaqa jariyaninki muhimligi darajas bo'yicha farqlandi. Birdamning maktabga ehtiyoji bor, o'qitishga ehtiyoji bor bo'lsa millatninki, bir ko'rsatib qo'ysa uni ehtiyoj, lekin olam daris ma'nolar o'xshamaydi. Yoki bir odam o'lib qolgan bo'lsa, yana birisi odatga kasal bo'lgan bo'lsa, o'lib qolganni birinchi ishlatib, ana hayotni qutib qo'yishmaydi, bu sadaqa jariya emasmi? Yoki bir vaqt o'rnini qilib qo'ygan bo'lsa, va yoki kitob bostirib qo'ygan bo'lsa, va yoki o'qiyotgan o'quvchilar uchun pul yordam qilgan bo'lsa, bularcha sadaqa jariya bo'ldi. O'qigan bilimga asosan ularning kemaytilmasdan hamcha shu pul yordam qiluvchilar uchun o'xshash mukofot berildi degan bu. Sadaqa jariya degan shu. Bu bizning ijtimoiy kafolat sistemimiz qarindoshlar. Bu islom allaqachon yo'l qo'yib qo'ygan buni. Anadan keyin desa, av ilmi yuntafa'u bi. Bilim. Manfaat bilim. Manfaat deb qo'yishi manfaatsiz bo'lib qolsa, din va millatning ziyniga xizmat qiladigan bilim bo'lib qolsa, unda bilimning foydasi yo'q. Din va millatga xizmat qila oladigan, dinni rivojlantira oladigan mana bilim bo'lsa, bu vaqtda ma bilim uchun nimasi bor? Alohida manfaatlik bilim biz uchun foydasi bor. Bilim foydasi bor. Ilm dedi, Allah'ın tüm şartı bilen, meyli ictimai fan olsun, meyli tabiiy fan olsun, qanday o'qisak, ish qilibmish uchun insoniyatni, xususan musulmonning taraqqiy qildiradigan bilimlar bo'lib qolsa, buni o'qisa, Alloh subhanahu va taolo uchun azrab ajr berdi. Buning uchun-chu, shu oxiratda balisiga, o'qitganga hammasi uchun ajr mukofot yetib turadi. Bilimnimi? Foydali bilim. O'qib, da'vat qilmasa, diniy kishilar, ustozlarimiz, olim ulamolarimiz ya o'rgatmasa, hech qanday bilim ishni sesitib, uning bir bilimning taqozosi bo'yicha ish qilmagan bo'lsa, bu bilim foydali bilim emas. Bu bo'lmaydi. Ota-onamiz bizni o'qitdi, jafo tortdi. Mishadiqaning ko'pinchisi ota-onasi ya tuqqani yoki ayoli ya bolasi biz uchun badal to'lab yashadi. Eg'ir kunni ko'ryapti qarindoshimiz. Shuning uchun biz qayg'uni kuchga aylantirib turib, o'zimiz uchun oxiratni yaxshilash uchun, oxirat bankasiga savobli iborat pulni qo'yish uchun tavranmaychi oldimiz qarab minish to'g'ri keldi. Oxirdagisi avvaladin solihin yad'ula. Valadin solih, yaxshi bola. Solih dedi, bola demidi. Bola bo'lmay, bola bo'lib qolsa, mushu faloni nimaning bolasi ekan shu. Xat obdan tarbiyalamaydi, adadasini bil qo'shib qilaydigan ish turdi. Solih. Solihdan qanday? Qur'on hadisga uyg'un yashagan, o'rgangan. Hamcho u bola Qur'on hadisningki taqozzos bo'yicha mangan. Yad'ula qilgan ish duo qildi. Ay bolaninki duoni o'ngshab qilgan bola shuning uchun duosi ota-onaga yetib turdi degan bo'ldi. Duo deganini qilish uchun ijobat bo'lish uchun bo'lgan o'rinlari, sharoitlari, uning uchun shu tarbiyalasak, bola yaxshi bo'lsa, u bola uchun nima ekan bizga duo qiladi. Bolaga muhabbat, nafrat qarishi, masalan, bizningki nalik kelganligimiz, nima ish qilmoqchi ekanligimiz buni tushuntirib, bizga bildirib turish bizning emas, boshqa qilinmaydigan mas'uliyatimiz. Shuningdek, biz har qanday ishda o'sha oyatga qu anfusakum va ahlikum narada quni tafsirshunos olim nima desa, faqihuhum va addibuhum, ularga fiqh o'rgatinglar, ularga adab axloq o'rgatinglar. Shuni bir odamning Alloh yo'lida ma'lum jihatda pul xarjlagandan o'zing bolasiga adab axloq o'rgatguncha afzal degan sahiyasi bor. Sahiyasi bor. Hammasi o'z navbatida muhim. O'z navbatida bu bizningki qilishimizni talab qilib berishimiz. Shuningdek, biz bola tarbiyamiz deyotganmiz, bu bola bizga Alloh subhanahu va taolo tomonidan berilgan ilohiy sovg'a. Bu kelgusi bizning sug'urtimiz. Qag'al o'xshashcha bolani oz tug'ib, yoki bo'lmaganda tug'may, cheklab, sug'urtchilikni pul to'lab baqib deb mana hamjon qilgan ish yo'q bizda. Biz bolamizni yaxshi tarbiyalaymiz, Alloh subhanahu va taolo rizqimizni berdi. U bolacha bizni oxiriga sanoatlarga olib qo'ymay, dadamni, anamni deb hurmatimizni joy qilibcha, ma islomiy asosda baqilib.
Şuna biz özümüzün kelgüsü sugurtumuzu yaxşılayımız deyliklerimiz sugurtuğucu, İslami asasçı meblag salışımız intayın mühim. Sonuçta biz farzandlarimizni qanday tarbiyalayapmiz, nega boryapmiz, qanday o'qityapmiz, ma'noga diqqat qiling. Yana birisi farzandlarimizni maktabga birla. Ustozlar bakamga demay tekshirdi, mas'uliyat bor ish bu. Hozir bu turayotgan yerdagi maktablar nihoyat yaxshi. Yaxshilanadi. Qolgan tarbiya, ba'zi tarixiy bilimlar uncha ustozlar o'rgatsa bo'ladi. Ba'zan birodarlarimiz, qarindoshlarimiz endi nima maqsad bilan o'qimadik, bolalarni maktabga bormaymiz, o'qilimiz, bo'qilimiz deb o'g'il so'rab turib, ro'ycha tushkunlashib, bolalarning bolalar tili bo'ladi. Bolalarning bolalar yashab, bolalar bilan tug'andan keyin uning uchun o'ziga tushliq parang bo'ladi. Masalan, biz 5-6 yoshlik bolalar bilan paranglasak, bolamizdan paranglasha olamiz. Boshqa bolalarimiz paranglasha olmaymiz. 5 yoshlik bolani 10 ming dollar pul bilan bir tal mashina akab qo'ysa, o mashina qanday bo'ladi desa, mashina olib ketadi bola. O bolaning kafasida aql o'lchoq yiroq o'ylashadigan narsa yo'q. Chunki u bolalar tafakkur qiladi. Maktabda o'ynab, sakrab, yashab, o'zining cho'y kelgusini avvallar inshaalloh sabab nuqtasini topadi. Vaqtimiz o'tib, men so'zimni shart to'xtay. Hammalarga Alloh subhanahu va taolo rahmat qilsin. Allah subhanahu wa ta'ala müştorun kelgan va kamak çoğan qarindoshlarning gunohini kechirim qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Sallallohu ta'ala ala xayri Muhammad va alihi va ashabihi ajmain.